limit x 0 ga intilganda sinus x taqsim x teng 1. Bu birinchi ajoyib limit. Ikkinchi ajoyib limit x cheksizga intilganda 1 plus 1 taqsim x ni ikkinchisi bu teng y. Bu ikkinchi ajoyib limit. Demak, birinchi misolda ishlaymiz. Yechimi. Limit x 0 ga intilganda nima qilaman? Sinus 6x taqsim 6x ga bo'laman. Men bu yerda 6 ga ko'paytirib olaman. Taqsim sinus 7x taqsim 7x deymanda men bu yerga 7 ga ko'paytirib olaman. 7 bilan 7 qisqarib 6 bilan 6 qisqarib x bilan x qisqarib dastlabki o'zini holiga keladi. Shuning uchun shunday yozib olsak bo'ladi. Endi yuqorida ajoyib limitga ko'ra mana bu nimaga teng? Demak, x 0 ga intilganda bu yerda 6x ham 0 ga intiladi. Shuning uchun bu 1 ga teng. 6 ko'paytiruv 1. Keyingi mahrajimiz ham xuddi shunda x 0 ga intilsa 7x ham 0 ga intiladi. Bu demak bu ham 1. 7 ko'paytiruv 1. Javob 6 taqsim 7. Ikkinchi misolda yechimiga o'tamiz. Limit x cheksizga intilganda 1 plus funksiyani yozib olaman. Mana 1 plus 1 taqsim x taqsim 5 ko'rinishda yozib olaman va darajada ham x taqsim 5 deb yozamizdagi mana x taqsim 5 ko'paytirilgan nima deb olsak bo'ladi? 10 deb olsak bo'ladi. Mana 2x ni beradi. Shunda mana bu ikkinchi ajoyib limitga ko'ra x cheksizga intildimi, x taqsim 5 ham cheksizga intiladi. Shunda mana bu nimaga teng bo'ladi? Bu formuladan y ga teng bo'ladi. Y darajasida 10. Bo'ldi shu javob.